Gabriel Garcia Marquezning Qonli dushanba asari hamma uchun ma'lum bo'lgan, lekin hech kim to'xtata olmaydigan qotillik haqidagi ajoyib asar. Isroilning Eronga qilgan hujumi ham aynan shunga o'xshaydi. Isroil qachondir Eronga hujum qilardi, lekin buning vaqti va qamrovi noma'lum edi. Tunda boshlangan operatsiyada Eronning bosh shtab boshlig'i va bir qator generallar o'ldirildi. Eng qiziqarlisi, Isroil raketalari ushbu generallarning uyiga nuqta otish bilan zarba bergan. Ba'zi guvohlarning ta'kidlashicha, o'sha insonlar yashaydigan xonadonlar yaqinidan qiruvchi samolyotlarga lazer orqali ishoralar qilingan. Bu albatta o'z navbatida Eron razvedkasining zaif ekanligini ko'rsatadi. Hali ham vaziyat keskin. Yaqin Sharqdagi bu mojaro dunyo iqtisodi va siyosatini o'rnidan qo'zg'atib yubordi. Ushbu videoda biz Eron-Isroil urushining birinchi kuni va ishlatilgan qurollar haqida gaplashamiz. Isroil bosh vaziri Netanyahu bu hujum nomini ko'tarilgan arson deb atadi va shunday dedi: Biz Eronning yadro boyitish markazlariga hujum qildik va Natanzdagi markazni nishonga oldik. Hujumda Eron bosh shtab rahbari Muhammad Bakiri va Inqilob gvardiya korpusi qo'mondoni Husayn Salami hamda 20 dan ortiq martabali shaxslar halok bo'ldi. Tunda boshlangan operatsiyaga ko'tarilgan sher yoki ko'tarilgan arson nomi berildi. Albatta, bu nizoni juda ham ko'p jihatlardan tahlil qilish mumkin. Lekin bugun biz sizlar bilan Isroilning ushbu operatsiyasida asosiy kuch bo'lgan Isroil harbiy havo kuchlari va Isroil harbiy razvedkasining rolini ko'rib chiqamiz. Isroil hujumlarda F-16, F-15, F-35 rusumidagi qiruvchi samolyotlardan foydalangan. Eron va Isroil o'rtasidagi masofa 1200 kilometrdan ortiq. Shunday ekan savol tug'iladi. Isroil bu uzoqlik muammosini qanday hal qildi? Tel Aviv bu ish uchun havoda yonilg'i quyuvchi samolyotlarga tayangan. Isroil harbiy havo kuchlari Boeing 707 va C-130 asosidagi tanker samolyotlardan foydalangan. Bu tizimlar zamonaviy tizimlarga qaraganda eskirgan va qisqa masofaga ega bo'lsa-da, ular Isroil uchun strategik resurs hisoblanadi. Bu ularning Yaman ustida yaqinda o'tkazilgan havo hujumlarida o'z isbotini topgan. Eronga qarshi amalga oshirilgan so'nggi operatsiyada ham Isroil qiruvchi samolyotlari Suriya osmonida yonilg'i quyib olgani haqida ommaviy axborot vositalarida xabarlar paydo bo'lgan. Albatta, faqat tanker samolyotlar yetarli emas. Bu yerda yana bir muhim element bor. Ular yoqilg'i baklari. Isroil ko'p yillardan buyon CFT, moslashuvchan yoqilg'i baki deb ataluvchi yoqilg'i baklaridan foydalanib kelmoqda. 13-iyun tunida Isroil harbiy havo kuchlari Eron hududiga yetib borish uchun Suriya va Iroq havo hududlaridan foydalanganini bilamiz. Tehron Isroildan 1800 kilometr uzoqlikda joylashgan. Natanzdagi yadro inshooti esa taxminan 2000 kilometr uzoqlikda. Ushbu hududlarga zarba berish nafaqat samolyotlar, balki qo'llanilgan raketalarga ham e'tibor tortadi. Isroil harbiy havo kuchlarining arsenalida Rox, Lora va Rampage raketalari mavjud. Havo orqali uchiriladigan ballistik raketalar tabiiy ravishda uzoqroq masofaga va juda yuqori tezlikka ega. Isroil bu imkoniyatlardan samarali foydalandi. Rox raketasining uchish masofasi 250 kilometr. U nishonga atigi 3 metr xatolik bilan urilishi mumkin. Rampage raketasi esa ekstra artilleriya raketasidan ishlab chiqilgan. Ochiq manbalarga ko'ra, uning uchish masofasi 150-200 kilometr atrofida. Uning jangovar kallagi 150 kilogramm, xatolik darajasi 10 metrdan kam. Lora raketasi ham havo orqali uchiriladi. Uning aniq uchish masofasi noma'lum, ammo aylana bo'yicha xatolik darajasi 10 metr deb baholanadi. Bu raketa 570 kilogramm og'irlikdagi jangovar kallakni olib yurishi mumkin. Isroil arsenali yana bir Delila qanotli raketasini o'z ichiga oladi. Dastlab chalg'ituvchi vosita sifatida ishlab chiqilgan bu raketa jangovar kallak o'rnatilib, mini qanotli raketaga aylantirilgan. Uning uchish masofasi 250 kilometr deb aytiladi. Jangovar kallakda 30 kilogramm portlovchi moddalar mavjud. Isroilda bundan tashqari turli topshiriqlar uchun ishlab chiqilgan maxsus raketalar ham bor. Shularning yana biri Pompey. U 150 kilometr masofaga uchadi. Aslida Isroil Pompey raketasini foydalanishdan chiqargan bo'lsa-da, uning yo'naltiruvchi bosh qismi hozir ham ishlatiladi. Turbojet dvigatelli Pompey turbo raketalari ham aynan shu bosh qismdan foydalanadi. Pompey turbo raketasining uchish masofasi 320 kilometrga teng. Masalan, Isroil tomonidan ishlab chiqilgan Spice yo'naltiruvchi bombalar to'plami ham Pompey bosh qismlaridan foydalanadi. Spice oddiy, yo'naltirilmagan bombalarni aniq nishonga yo'naltiriladigan bombalarga aylantiradi. Bu bombalar nishonga atigi 3 metr xatolik bilan uriladi. Eng yengil bomba taxminan 113 kilogramm og'irlikka ega. Taxminlarga ko'ra bu model ham ushbu hujumda qo'llanilgan. Yo'naltirilgan bombalar haqida so'z borganda GBU-39 CDB bombasi haqida aytmasak bo'lmaydi. Bu bombalar Isroil harbiy havo kuchlari tomonidan tarqatilgan videolarda yaqqol ko'ringan. GBU-39 juda qattiq korpusga ega bo'lib, 1 metr qalinlikdagi po'lat bilan mustahkamlangan betonni teshib o'tishi mumkin. Bu esa
angarlarda saqlanayotgan samolyotlarni urish uchun juda foydali. Uning jangovar kallagidagi portlovchi moddalar esa juda kuchli zarba beradi. Eron bosh shtab rahbari va Inqilob gvardiyasi qo'mondonining o'z uylarida o'ldirilgani aks etgan tasvirlar juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu hujum juda yuqori aniqlikda amalga oshirilgan. Hatto pastki yoki yuqori qavatlar butunligicha qolgan bo'lsa-da, nishondagi xonadon butkul vayron qilingan. Isroilning shu kabi yuqori aniqlikka ega qurollari ham mavjud. Ular GBU-59, Spice, CDP va boshqalar. Isroil harbiy havo kuchlari bu operatsiyada 200 dan ortiq samolyot ishtirok etganini va 330 dan ortiq bomba tashlanganini e'lon qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra 100 ta nishon muvaffaqiyatli yo'q qilingan. Ba'zi xalqaro axborot agentlari Isroil bu zarbani Eronga kirmasdan amalga oshirganini bildirgan bo'lsa ham, boshqa manbalar chegarani kesib o'tib, ichkarida ko'plab raketalar uchirilganini da'vo qiladi. Dastlabki soatlarda bu ruhiy bosim uchun qaratilgan axborot hujumi deb ataldi. Unga ko'ra Mossad agentlari Eronga hech qanday to'siqsiz kirgan va muhim inshootlarga zarba berishda juda katta rol o'ynagan. Yana bir da'vo shuki, Isroil ancha oldin Eron hududiga kirib, u yerda kamikadze dronlar ishlab chiqaruvchi zavod tashkil qilgan. Ichkaridan uchib chiqqan kamikadze dronlar Eronning havo mudofaa tizimlarini nishonga olgan. Biroq Eron tomoni bu da'voni keskin rad etdi. Ular Isroil hech qanday dron ishlatmaganini ta'kidladi. Biroq tarqatilgan kadrlarda Eron havo mudofaa tizimlari yuqoridan otilgan maxsus o'q-dorilar bilan yakson qilingan. Bu esa Mossad agentlari Eronning nihoyatda muhim obyektlariga juda yaqin borganini ko'rsatadi. Isroilning o'sha kungi hujumi natijasida 78 nafar eronlik hayotdan ko'z yumdi. Ular orasida mamlakatning eng yuqori martabali shaxslari ham bor edi. So'nggi yillarda Isroil tomonidan amalga oshirilgan qadamlar tufayli Eron yillar davomida qurib kelgan butun strukturasini deyarli yo'qotdi. Shu o'rinda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Eron va Isroildagi fuqarolarni ogohlantirmoqda va zudlik bilan evakuatsiya ishlari ham boshlangan. Tashqi ishlar vazirligi fuqarolarni urush olib borayotgan taraflar va urush haqida hissiyotlarga berilib fikr bildirmaslikka chaqirmoqda. Vazirlik bayonotida shunday deyiladi: O'zbekiston fuqarolarini tinchlikparvarlik, bag'rikenglik, mas'uliyatli fuqarolik pozitsiyasini saqlashga chaqirib qolamiz. Mojarolarga nisbatan diniy, irqiy yoki boshqa shaxsiy mansubliklar asosida munosabat bildirmaslik, har qanday nafrat va ziddiyat targ'ibiga qarshi turish barchamizning umumiy burchimizdir. Zero urushlarda g'oliblar bo'lmaydi. Shu sababli men ham bu kabi nizolarga, hissiyotlarga berilib baho bermasligingizni so'rab qolaman. 13-iyun kuni Isroil tomonidan amalga oshirilgan hujumning qisqacha tafsilotlari shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimga obuna bo'ling.